Demek qaranglar, geliga nisbatan zichligi 12 bo'lgan. Oltin gul 4 oksid va kisloroddan iborat 4 mol aralashma berildi. Demak, geliga nisbatan zichligi bo'lsa, o'sha yerni topamiz. Tushundikmi? 12 ko'paytirilgan 4 teng 48. Xo'p. Qaysi moddalar aralashmasi bu? Azot 4 oksid va kislorodning aralashmasi. Qaychaga qo'yamizmi? SO2 kislorod 64 32 48 16 16. Xo'p, 1 deganimi bu? Bizda necha mol aralashma bor? 4 mol bor. 1 ga 1 ni qo'shsak 2 mol bo'ladi. Holbuki bizda 4 mol bor. Bundan 2 mol. Bundan 2 moldan. Xo'p. Kislorodni 25% reaksiyaga kirishganda muvozanat qarori topdi. Reaksiyani yozamiz. SO2 ga qo'shamiz kislorodni. SO3 hosil bo'ladi. 2 2 mana. Demak, qanday bo'ldi endi? Dastlab 2 moldan boradi. Dastlab. Mahsulot yo'q edi. Xo'p. 25% reaksiyaga kirishdi. 2 ni 25% topib qo'yishimiz mumkin. 0,5. Xo'p, mana bu 0,5 bo'lsa, mana bu necha bo'ladi? 1 bo'ladimi? U holda bu ham 1 bo'ladi. Xo'p, o'zi bizdan nima so'rab turibdi? Kimyoviy muvozanat konstantasini so'rab turibdi. Xo'p, qolgani kerak. Mana bizga bu reaksiyadagisi, muvozanatdagisi kerak. 2 dan 1 ni ayiramiz. 2 qala, o'y. 2 dan 0,5 ni ayiramiz. 1,5 1. Qayimni topish uchun 1 ni kvadratini bo'lamiz. Mana 1 ni kvadratini. Nima uchunligini bilamizmi? 1 ni kvadratini va 1,5 bo'lamiz. Necha chiqishi kerak? Shuni so'rab turibdi. 1 taqsim 1,5 degani 2 taqsim 3 degani. Teng. Xohlasan 2 taqsim 3 degan agar javobda bo'lsa, bo'lmasa 0,66. Davrda.